Bemorimiz Damin va Ma'mur opa hozirda ahvollari ancha yaxshi, gepatit B tashxisi bilan davolanmoqdalar. Shu sababli klinikamiz haqida, sog'liklaringiz haqida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, o'shalar haqida batafsilroq ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Avvalambor assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Payshanba shaharchasidan keldim. Gepatit B bilan kasallanganimni 2018-yil bildim. Shunda davolanib kelganman. Boshqa klinikalarda bu yoqda eshitib, davolanganlardan, shifo topganlardan maslahat olib birinchi marta kelishim. Mana hozirda lechenialarimni olyapman. Dorilari qanaqa qilinyapti, jigarga qanaqa foyda qilishi hammasini aytib qilyaptilar. Davolash usullari menga juda ham ma'qul tushdi. O'zimda sezyapman yaxshiligimni. Oldingidan ancha yaxshi. Sharoitlari juda ham yaxshi, menga ma'qul tushdi. Hamma mana oppoqini pastellar, toza, hamshiralar muomalalari, vrachlarni kirib nazorat qilishlari hammasi menga yoqdi.